Birinchidan kayfiyat. Yaqinda meni shukurlar so'ray yomon kulturda nima deydi? Valijon, qiziq tush ko'ribman, dahshat deydi. Qanaqa tushsam, tushimda homiladormishman deydi. Siz tush ko'rmabsiz, haqiqatni ko'ribsiz. Bundan ham qiziq bo'ladimi? Juda qiziq. Tug'ruqxonaga olib borsa, ko'ykaga to'g'ri kelmabman, katta maydonga chiqib, stadionda yo'q, juda qiziq bo'lib desam, yana ham qizig'i bor dedi. Qanaqa qiziq ekansam, seni tug'yotganmishman deydi. Doim shunaqa kuldirib yuradi. Umringlar uzoq bo'lsin. Lekin hozir kelayotganimda bugun eng meni qattiq kuldirgan onam bo'ldi. Onam qaqaqa teatrning muxlislari bolam deydi. Shu aytganlar uchun olib keldim-da. Bolam deydi, shu ko'pdan beri ko'raman. Shu qaqaqa teatr ana Tohirjon bilan Sohibjon ota bolami dedi. Rostdan ota bolami deydi. Hech qachon onamning gapini qaytarmayman demadi. Yoniga qo'shilib turib gapiraman. Ona dedim, to'g'ri o'ylabsiz. Men ham ota bolami deb o'ylardim. Shuncha yildan beri ota bolamikin deb o'ylardim. Onajon, ular ota bolamas ekan. Ota bolamas ekan desam, ha, ona bola ekanmi deydi. Ulgurmadim aka-uka deyishga. Hey ilohim, aka-ukalar, shu necha yillardan beri xalqimizga xizmatda yurishdi, xizmatda bo'lishaversin. Endi ko'rib turibsizlar, bizlarga tayyorlamasdan gapdan gap chiqaveradi. Ko'pchilik men bilan hazillashadi. Bir kuni shunda sahnaga chiqdimda, Dilnoza Kubayevani taniysizlarmi? Taniysizlar, zo'r aktrisa. Hammalarga yoqadimi? Qarsaydan bilish mumkin, yoqadimi, yoqmaydimi? Demak, yoqar ekan. Dilnoza Kubayev ajoyib aktrisa. Shunda harbiylarni tabriklab tursam, shunda mikrofonni oldi, zo'r qilib fayzni olib chiqib ketyapsam, mikrofonni olib, ular ham fayz olmoqchi bo'ldi. Chiroyli qilib kuzatib qo'ysa bo'ladi-yu. Valijon Shamshiyev serqir ijodkor deb. Ular nima deydi? Azizlar, san'atkorlarimiz ichida eng farzand ko'p Valijon Shamshiyevga qarsaylar deydi. Buni so'rayaptim undan. Indamay chiqib ketayotdim. Yana orqasidan gap qo'shdi. Ilohim valakamizning farzandlari 15 ta bo'lsin deydim. Oson ekan. Endi bundan keyin qaytmasam bo'lmadi. Shunda qaytaysam Dilnoza Kubayeva deganni ranglari oqarib ketgan. Voy valaka, bir narsa demang, bir narsa demang, bir narsa demang. Shunda mikrofonni oldimda men ham teatr artistlariga o'xshab, "Singlim" dedim. Dilnozaxon, men sizga bir narsa deya olaman. Sizga bir narsa deya olaman. Qanaqa zo'r aktrisasiz. Men sizga bir narsa deya olaman. Qancha eri xotinlar axir sizni deb ajrashib ketyapti. Bir-birini rashk qilyapti. Men sizga rahmat aytgani qaytdim singlim. Nimaga aytayman? 15 ta farzand ko'rsin dedingiz. Menga yo'qdi. Menga ma'qul. Faqat bir tomoni bor singlim. Ayolim bilan 12 taga shartnomamiz bordi. 3 tasiga o'zi yordam berib orasan dedim. Voy, sahnada quvlab qoldim. Shundan beri mendan qochib yuribdilar. Hazil qilamiz xolos, zilidan o'zarsasin. Bugun sizlarni faqat biz ko'yninglarni ko'targani kelganmiz. Ko'yninglar tog'dek ko'tarilsin. Ilohim, erkak va ayollar, katta va kichik duo qiling, essinmayin bir sabo, ham ruhni, tanani pokiza tuting. Yer yuzidan ko'tarilsin korona vabo. Bo'lmasin korona vabo. Mana shunaqa kunlar ko'proq bo'lsin, tadbirlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Endi xonadonimda faqat to'ylar bo'lsin deganlar ham qarsagina yemasin. To'yimga qahqaha kelsin deganlar qarsagina yemasin. Tez kunlarda qizimni turmushga chiqarib o'g'limni uylantirib olay deganlar bo'lsa, bir o'zinglarni borligingizni bildirib qo'yinglar. Tez kunlarda men ham erga tegib ketay deganlar qarsagina yemasin. Xola. Nima bo'ldi? Chalib qo'ydingiz-ku. Vayda. Bilmasdan ha? Yo siz adashdingiz, yo niyat qildingiz. Yo, yaxshi niyat yarim bor. Ilohim xonadoningizda faqat to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Qaynana kelinmisizlar deymay kelinglar. Oppa singil, qaynana kelinlar kelganlar bormi? Bormi? Qo'linglarni ko'taringlar. Siz tarixiy shaxs ekansiz. Qaynana kelinlar qanoq qilib bir-biriga qanaqa qilib maza qilib o'tiribsizlar. Bizi xalqimiz maza qilib o'tiradi. O'zbek qaynana kelinlari hech qachon bir-biri bilan urushmaydi. Nuqul yolg'on gapirsam yuragim sanchiydi-ya. Ya, haqiqatan inoq. Hozir qaynana kelinlar bir-birlari bilan ittifoq juda ko'p qaynana kelinlar kelibdi. Hozir ular bir-birlari bilan gap yeyishyapti. Kelinlar alohida, qaynanalar alohida gap yeyishyapti. Qaynanalar bir kuni gaplashibdi-da. Kelinglar debdi. Gap o'ynaymiz, keyingi gapimizni dengizda o'tkazamiz. 2 ta kema olamiz. Voy, o'lay debdi Mahmurodxon. 2 ta kemani nima qilamiz? Voy, bittasida kelinlarimiz suzadi. Mazza qilib bizga ovqat qilib berishadi.
Ikkita kemani olib chiqishibdi. Bitta kemada kelinlar, ikkinchi kemada qaynanalar. Qaynanalar ashula aytib o'yinga tushishni boshlashibdi. Amayar aylasangchi, amayar, belingni boylasangchi, amayar. Koshki birortasida bel qolgan bo'lsa. Kami 108 kilodan 20 ta qaynana u yoqdan bu yoqqa lapang borib kelgan ekan. Kema ham lapang shuni ontarilib 20 ta qaynana cho'kib ketibdi-da. Endi bu yoqda kelinlarning kemasida lapang boshlanibdi. Ha? Ko'z yoshlarimga cho'kib o'lgur. Voy esingdami? Peshonam olti kapkillarda aylantirganlaring. Esingdami? Desa bittasi dod solayotganmi, shunaqa kelin ham bor ekan. Suvga qarab olib, "Voy meni qaynanam, voy meni onam, voy begim onasi, voy endi men qanday qilib yashayman? Voy o'zimni suvga tashlayman." Desa dugonalar, "O'chira vazini." Qaynaning uchun shunaqa dod sola, "Voy men dodsam, men kim dodsosa?" Voy endi qanday yash? Voy nimaga baqiryapsan? Voy qaynanam, meni onam, begim onasi kelib bugun gapga kela olmadilar. Azizlar, bitta niyatim. Qaynana kelinlar inoq ittifoq yashasin. Shunda qaynatalarga doimo yaxshi bo'ladi, oson bo'ladi. Qaynana kelin, qaynatalarni inoq ittifoqligini doimo tarannum etadigan qahqaga guruhiga har sagilanayamaydi.